Rostonda joylashgan ushbu hovlimizni juda ham chiroyli proyekt asosida qurishgan ekan. Hozir men sizga to'liq ko'rsatib beraman uyimizni va videoning oxirida narxini ham aytaman, lekin narxi ham juda yaxshi narxda bo'ladi. Demak, yuqori Roston taxminan yo'l yuziga 8 metr mana ko'rib turibsiz. Yangi asfalt qilib qo'yilgan ko'cha bilan kelasiz. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan mana shu 8 sotuqli hovlimiz bo'ladi. Hovlimizni bu tomonida alohida katta darvozasi ham bor. Mana bu yerda kichkina darvoza ham qoldirib ketilgan. Yana bitta zo'r tomoni bor, 8 sotuq bo'lgani uchun hozir video davomida sizga tushuntirib o'taman. Jam bo'lib 7 ta xonaga ega. Darvozadan kirishingiz bilan, eshikdan kirishingiz bilan birinchi xonamiz bu oshxona hisoblanadi. Kattagina, kengina qilib ishlangan. Undan keyin esa uy hamda dahliz ko'rinishda ikki xona uyimiz planirovka bo'lgan ekan va bu ushbu uyimizning tagi to'liqligicha podval qilib qo'yilgan. E'tibor berib qo'yasiz, podvalimizni o'zi 45 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Endi esa navbatdagi xonalarimizni ko'rsataman. Kichkina mana bu yerda joy qolgan ekan. Kotelni bu narsa qilib foydalansangiz bo'ladi. Ichkarida kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bor. Ichida buni ham sanuzli mavjud ekan. Mana bu yerda esa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz plan bo'lgan ekan. Uy egalari o'zlari elektr sohasida ishlashgani uchun to'liq mis simlar bilan ishlashgan ekan. 3 fazli tokka olib tushib qo'yishgan. Gaz hamda suvdan ham umuman muammo yo'q. Ikkinchi podval qismimiz esa 30 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Buni ham xona qilib foydalansangiz bo'lardi. Tepasidagi 30 kvadratli joyimiz esa mehmonxona uchun mo'ljallangan. Yana bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ichida sanuzil bilan planirovka qilingan bo'lsa, tashqariga ham yana bitta sanuzil uchun joy qoldirib ketilgan. Umumiy shunda 3 ta sanuzilga ega. Mana bu qismimiz taxminan 6 sotuq atrofida bo'ladigan bo'lsa, bu tomonimizda 2,5 sotuq yana alohida bog' qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Hayvon boqsangiz ham bo'lardi. Keyinchalik bitta farzandingiz bitta devor olib turib, bu tomonga qoldirsangiz ham bo'laradigan sharoit qilsa bo'lar ekan. Shunisi juda ham yoqdi. Fasadi keng uyimizni. Aytgancha, aytish esimdan chiqqan debdi. Tomon o'ziga 12 ming dollardan oshiqroq rasxod ketibdi. Juda ham sifatli qilib qurishibdi. Sizga ham sifatli tom kerak bo'ladigan bo'lsa, Promet markaziga murojaat qiling. Ushbu uyimizning hujjatlari ham joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, 76 ming dollar yana ozgina kelishtirib berishadi. O'zi yaqinroq narx belgilandi. Egalan telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, mana shu chiroyli hovlini sotib olsangiz bo'laveradi.